Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan juda ham mayin va yeyishli bo'ladigan apelsinli pirog tayyorlashni o'rganamiz. Tayyorlanishi ham juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Birinchi bo'lib xamirni tayyorlab olamiz. Elingan unimizga sariyog' yoki margarin solib, yaxshilab krushka qilib olamiz. So'ng vanilin bilan razlitli solib, yana aralashtirib olamiz. Alohida idishda tuxumimizga shakar solib, yaxshilab atalab olamiz, bir xil massa qilib. So'ng tuxumli massamizni solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qo'rib olamiz. Endi xamirimizni biroz tinib turguncha orasidagi apelsin nachinkasini tayyorlab olamiz. Apelsinlarimizni po'stidan tozalab olib, blenderda yaxshilab maydalab olamiz va gazga qo'yadigan idishga solib, qolgan masalliqlarimizni ham ketma-ketlikda solib, yaxshilab viyinchikda aralashtirib turamiz gazga qo'yib. Nachinkamiz tayyor bo'lgandan so'ng xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz va kattaroq qismini qolpimizga yoyib olamiz. Apelsinli nachinkamizni soviganimizdan so'ng qolgan xamirimizni ustiga krushka qilib chiqarib olamiz va qizigan duxovkada pishirib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, albatta duo qilib qo'ysanglar, juda ham xursand bo'laman.